Mani auditoriyam asosan ayollar bo'lgani uchun shu ayollarga tegishli bo'lgan temalarni gapiraman-da. Ko'p ayollarga, misol uchun har xil istoriyalar qo'yaman-ku. Shunaqa ish bilan ta'minlash yoki bo'lmasa uyda o'tirgan holatda qo'shimcha ish bilan shug'ullanish qo'ysam, Feruza meni qo'limdan kelmaydi-da. Men umuman boshqa sohadagi ayolman-da, men eplolmayman-da. O'zlari motivatsiyalarini tushirib yuborishadi. Lekin odam qilgan ishni odam qila oladi. Sizlar ham qila olasizlar. Yaxshi hayot kimga yoqmaydi? O'tirsangiz o'tiraverasiz-da. Qancha ayollar bor, ana shustri ishlarini zo'r qilishyapti-da. Ancha-muncha sharoitlari yaxshilanib ketyapti. Agar sizlarda ham hozirgi vaziyatingizda uyda o'tirib dekretdami yo boshqami asosiy ishinglar bo'lsa-yu, qo'shimcha ish qidirayotgan bo'lsanglar, bemalol Mohinurga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bular sizlarga yaxshi ish o'rgatadilar. Ish bilan ta'minlanasizlar, zerikmaysizlar, chalg'aysizlar va baribir shug'ullanadigan ishinglar bo'lgandan keyin unga o'z-o'zidan